Samarqandga qilgan 3 kunlik sayohatimiz haqida gapirib beraman. Biz Toshkentdan mashinada yo'l oldik. Borish-kelish uchun yoqilg'iga jami 570 ming sarfladik. Yo'l uzoq emas, 3 soatcha ketdi. Mehmonxonani Booking.com orqali topdik. Narxi 850 ming so'm bo'lib va bu narx ichiga ikkita katta alohida xona, ota-onalar uchun, bolalar uchun ertalabki nonushta kiritilgan. Baseyni ham bor ekan. O'g'lim tushga ulgurmay suvga kirib ketdi. Baseyn yonida proyektori bor. Bir kino ko'rib o'tirish mumkin. Interyeri juda ham chiroyli, milliy uslubda qilingan. Mehmonxona shahar markazidan 5 kilometr uzoqlikda joylashgan ekan. Joylashgandan keyin ozgina dam oldik va kechqurungi sayrga chiqdik. Birinchi kungi birinchi manzilimiz Silk Road Samarkand turistik majmuasi bo'lib, bu shunchaki bir joy emas, balki butun boshli madaniy dunyo ekan. Majmua ichida ipak qurti pillasidan qog'oz tayyorlash markazi bor. Bilasizmi, qadimgi Samarqand dunyodagi eng mashhur qog'oz ishlab chiqaruvchi shaharlardan biri hisoblangan. Avvalida issiq suvda yumshatilar ekan, keyin so'ng ip ajratilib olinadi, keyin tolalar yupqa tabaqaga yoyiladi va nihoyat quritib tabiiy qog'ozga tayyorlanar ekan. Bu qog'oz hattoki 500 yil saqlanishi mumkin. Bolalar uchun juda ham qiziqarli bo'ldi va biz mana shu narsani shu majmua ichida bemalol ko'rishga ulgurdik. Majmuadan keyin daraxtdan qilishgan. Majmua ichida shunaqa qiziqarli joy Majmua ichida shunaqa juda ham vibe'li joy qilishgan. Ichida xuddi siz turistik markaz o'ziga tushib qolasiz va ichida har turli xil madaniy nimalarimizni ko'rsatishga harakat qilishgan. Shunaqa yorug' va qorong'i bo'lishiga qaramay juda ham gavjum ekan. Maza qilib o'shalarni ko'rib, yana ko'rishda davom etdik. Kompleks ichida siz ancha-muncha narsalarni ko'rasiz. Eski naqshlar, mana shu tayyorlangan oldingi ipak tolalari va biz maza qilib aylanib rasmga tushdik. Keyin bularni ko'rib bo'lib, biz yana ham shunga amin bo'ldikki, Samarqand bekoriga bunaqa zo'r majmualardan biri bo'lmagan va turistlar bilan juda ham gavjum va shunaqa qiziqarli master-klasslarga ham kirishga ulgurdik. Mana shu yerda siz hozir qog'oz tayyorlanish jarayonini tezlashtirilgan holatda ko'ryapsiz va oxirida shunaqa yupqa qog'oz bo'lib ajrab qolar ekan. Bu majmuadan biz ko'rib chiqqanimizdan keyin kechki ovqatga ketdik. Kechki ovqatimiz somsa, shashlik, milliy taomlar bo'ldi va jami 320 ming so'm sarfladik. Joyni o'zi ham juda ham zo'r vibe beradi. Atmosferasi bizga ham juda ham yoqdi. Tinch, milliy musiqa, shunaqa qilib dam olgani ketdik. Ertasiga biz Registon maydoniga bordik va birinchi bo'lib Go'ramir maydoniga bordik. Go'ramirdan keyin biz mana shu Samarqanddagi Registon maydoniga bordik.